Ushbu katta dara shu darajada keng va chuqurki, bu sizni darani hosil qilgan Kolorado daryosi juda ham qadimiy va qudratli bo'lgan bo'lsa kerak deb o'ylashga majbur qiladi. Dastlab men ham shunday deb o'ylagandim. Ammo shunday qadimiy va Koloradodan ham qudratliroq daryolar borki, ular bir dona ham dara hosil qilmagan. Buning sababi shundaki, daralar o'yilishi uchun suv va vaqtning o'zigina yetarli emas. Chunki haqiqatdan ham ulkan darani yaratish daryo va kuchli to'lqindan tashqari uchinchi maxfiy omilni ham talab qiladi. Salom, men Sardorman. Minut to'g'risida kanyonlar haqidagi sirni ochish uchun tayyor bo'lsangiz boshladik. Odatda daryo vodiylari quyidagicha hosil bo'ladi. Daryo manbai tog'larning baland qismidan boshlanadi. Daryolar oqishni davom etar ekan, sun'iy okeanga yo'li ozgina g'adir-budir bo'lishi mumkin, ammo u oqqan sari mayda toshlar va tuproqni o'zi bilan olib ketadi va shu jarayonda bu notekis joylarni tekislab boradi. Yerning yemilishidan kelib chiqqan qoldiqlar daryoning o'zanidagi chuqurliklarni to'ldirib, uni balandroq qilishga ham sabab bo'lishi mumkin. Oxir-oqibat daryoning yerni o'yib oqib borishi va qum toshlarini yig'ilib chuqurliklar ustida to'planib borishi bir-birini muvozanatlashtiradi va vaqt o'tishi bilan o'ziga xos nishablikni hosil qiladi. Bu juda uzoq vaqt oluvchi hodisa. Agar yetarlicha vaqt berilsa, deyarli barcha daryolar shunday nishablarga aylanadi. 10 millionlab yillar davomida Kolorado daryosi ham xuddi shunday usulda dara hosil qilgan. Biroq taxminan 7 million yil oldin bu hudud ostidagi tektonik harakatlar natijasida daryo oqayotgan yer yiliga millimetrning 1/1 qismiga ko'tarila boshlagan va sezilarli ta'sir kuzatilmagan. Keyinchalik bu ko'tarilish davom etganda ham bu daryo uchun muammo bo'lmagan. U yo'lda ko'tarilib borayotgan tog' jinsilarini yemirib yo'lini davom ettirgan va keyingi 5 million yil davomida u buni yana va yana bajargan. Hozirga kelib Kolorado platosi taxminan 1,5 kilometr ko'tarilgan va daryo aynan shuncha chuqurlikka o'z o'zanini o'yib chiqqan. Shunda u o'zining avvalgi nishab holatiga qaytib olgan. Demak, Grand darasi daryo o'z nishabligini saqlab qolganining natijasi. Daralarning umumiy paydo bo'lish jarayoni bir xil kechadi. Masalan, Cotahuasi darasi Perudagi 3 kilometr chuqur bo'lgan jarlik bo'lsa, Yarlung-Tsangpo darasi Himolay platosining 5 kilometrlik yorig'i hisoblanadi. Demak, daryolar daralarni hosil qilmaydi. Aksincha, daralar daryolar atrofida burmalanadi.